Ro'zador odamning esida yo'q bir narsa yeyishi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom ro'zador odam esida yo'q bir narsa yeb va ichib salsa ro'zini buzmay tutaversin. Chunki uni Alloh taolo yegizgan va ichgizgan bo'ladi degan. Agar ro'za tutquchi mayli farz ro'zda bo'lsin yoki nafl ro'zda bo'lsin, unutib qilib bir narsa yeb salsa yoki ichib qolsa, ro'zasi buzilmaydi. Hadisdan bundaq qilgan kishining ro'zasiga qazo yoki kafarat kelmaydiganligi aniq chiqib turadi. Bu haqda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Ibn Xuzayma rivoyat qilgan boshqa bir hadisda Payg'ambar alayhissalom kimki Ramazonda unutib qilib ig'iz ichib qolsa, qazosini qilmaydi va kafaratni bermaydi degan.